Tushda kun botishini ko'rishning ta'birlari. Tinch va go'zal kun botishi hayotingizda muhim bosqich tugayotganini va yangi yo'l boshlanishini anglatishi mumkin. Bu ichki xotirjamlik, hayotning tabiiy oqimi va qoniqish hissini bildiradi. Qorong'u va g'amgin kun botishi ba'zi rejalaringizda to'siqlar yoki tushkunlikni anglatishi mumkin. Balki hayotda nimadir yo'qotishdan yoki biror bosqichni yakunlashdan qo'rqayotgan bo'lishingiz mumkin. Bulutlar orasidan botayotgan quyosh hayotingizda noaniqlik yoki shubhalar mavjudligidan dalolat beradi. Ammo bulutlar oxir-oqibat tarqashi mumkin. Ya'ni har qanday qiyinchilik vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Tushda kun botishini kuzatish, hayotga falsafiy yondashish, tajribadan saboq olish va hayotning go'zalligini anglatishi mumkin. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.